Xo'p, bugungi videoni boshlaymiz. Bitta 16 yaxshimi yoki ikkita 8 operativga ishlatganmi? Ya'ni undan oldingi videoda, ya'ni tayminglarning farqi haqida biz video qilgandik. Xuddi shundagi kommentlarni inobatga olgan holatda bugungi videoni boshlaymiz. Har doimgidek qo'limda test natijalari qanaqadir kompyuter yoki bir nimalarga emas, men ssenariylarni ham, asosiy rejalarimni ham bloknotga yozadigan odamman, balki eski odamdirman, lekin men uchun shu qulay, ya'ni ko'proq esda qoladi, rejalar qog'ozga tushsa o'xshash ehtimoli ko'proq bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, xo'sh, bugun bitta 16 GB DDR4 3200 MHz CL16 va xuddi shunaqa ikkita 8 umumiy 16 DDR4 3200 MHz ishlovchi va ular ham CL16 bo'lgan operativkalarda test qilganmiz va bularning barchasini Ryzen 5 5500 RTX 2070 112 GB NVMe SSD zborkada test qilingan. Ham montaj bo'yicha, ham o'yinlar bo'yicha test natijalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Hop, taymingi pastroq. Bitta 16 Premiere Pro'da bizda montajda 2 minut 35 sekundda render qilib berdi. 4K 9,5 minutli video, bitrate 60 va Rekittis 9 Color Space'dagi videoni 2 minut 35 sekund. Ana endi ikkita 8 bu jarayonda 2 minut 9 sekundda amalga oshirib berdi. Ya'ni farqi bormi? Albatta. Yaxshigina farqi bor, ya'ni ikkita 8 Premiere Pro'da montaj qiluvchilar uchun yaxshi. Bu degani nima degani? Yoki 32 dan ikkita 16 qo'ygandan ko'ra, aynan DDR4 bo'lsa, 4 ta 8 qo'yganinglar ancha yaxshi degani. Lekin bu DDR5 da sal boshqacha, chunki DDR5 da 4 ta kanal ishlatish unaqa tavsiya qilinmaydi. Bu haqida hali alohida gaplashamiz. Nima uchun operativga bittada 4 ta DDR5 ishlatib bo'lmaydi degan mavzuni ham bir qilishga harakat qilamiz. Ya'ni kommentariyaga DDR5 deb yozib qo'yinglar, bu haqida video qilishga harakat qilamiz. Ana endi xuddi shu jarayon bizda qanaqa bo'ldi? DaVinci'da bitta 16 1 minut 36 sekundda eksport qildi. Xuddi mana shu 4K videoyimizni. Ikkita 8, ya'ni umumiy 16 bo'lgan operativkalarni qo'yganimizda bu jarayon 1 minut 38 sekundda o'zi aksincha bo'lishi kerak. Baribir ikkita 8 tezroq eksport qilish kerak edi, lekin sal farq qildi. Ya'ni 2 sekundga kechikdi ikkita operativkali variantda biz test qilganimizda bundan bilsak bo'ladiki, DaVinci'da tayminglarning farqi yo'q ekan. Bitta 16 ishlatasizmi yoki ikkita 8 mi? Buni ham farqi yo'q ekan. DaVinci o'zi qanaqa dastur desa bo'ladi. Ya'ni Contour 2 da test haqiqatan foydali bo'ldi. Sababi bitta 16 bizda 300 FPS ko'rsatdi o'sha benchmark Dust 2 da. Ana endi ikkita 8 bizda 346 FPS ko'rsatdi. Bu farqmi? Ha, albatta, qo'shimcha 50 FPS sizga farq berishi menimcha yaxshi. Palon pulga boost qildirib borib, rasxodlar qilib yurgandan ko'ra, marhamat, bitta 16 ishlatayotgan bo'lsangiz, ikkita 8 qilib qo'ying, yana sizga qo'shimcha 40-50 FPS qo'shilar ekan. Albatta, bu zo'r deb o'ylayman. Yaxshi natija. Ana endi Wukongda hech qanaqa farq bo'lmadi. Sababi asosiy nagruska video kartaga tushgani uchun ikkalasi ham Full HD Low'da bizda bitta 16 74, ikkita 8 esa bizda o'sha 76 atrofida natija ko'rsatdi. Ya'ni bu katta farq emas. Ya'ni bitta 16, ikkita 8 Wukongda unaqa katta farqi yo'q ekan. Ana endi undan keyin esa Cyberpunk o'yinida bizda bitta 16 Low Full HD da 63 FPS ko'rsatdi test natijasi. Ikkita 8 operativkamizda esa bunda ham eng qiziq 63 ko'rsatdi. Ya'ni katta ochiq dunyo o'yinlari, missiya bajaruvchi o'yinlar o'ynaydigan bo'lsak, ko'rdikki, bitta 16 qo'yasizmi, ikkita 8 mi farqi yo'q ekan. Menimcha testlar juda ham qiziq bo'lmoqda. Men kutgan natijalardan ko'ra kutmagan narsalar ko'p bo'ldi, chunki men Cyberpunkda ko'proq FPS berishini kutgandim. Hech bo'lmasa 10 FPS farq qiladi deb, lekin bitta 16, ikkita 8 operativkamiz ham CL16 hisoblanadi. Bittasi Team Group Force kompaniyasiga tegishli bo'lsa, ikkinchisi HyperX Fury oilasiga tegishli ikkita 8 dan ishlatdik. Muhimi chastalari bir xil 3200 va tayminglari ham CL16 va CL16 variantlarida biz test qildik. Marhamat, ushbu test orqali ko'rishingiz mumkin. Premiere Pro'da farqi bormi? Ha, yaxshigina farq bor. DaVinci'da farqi yo'q. Contour 2 da farqi bormi? Ko'rdinglar qanchalik farq FPS qo'shilishini.
Wukong va Cyberpunk'da esa farq bo'lmadi. Mana shu testni tayyorlashda yaqindan yordam bergan Medium PC Sergey aka do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz, chunki juda ham qiziqarli video bo'ldi va o'z uchun bir kerakli bo'lgan bir boshqacha ma'lumotlarni oldingiz deb o'ylaymiz. Shu kabi videolar yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib qoldirish. Zo'r, yaxshi, rahmat kabi kommentlarni kutib qolamiz. Sababi bu kabi videolar qancha ko'paysa, ya'ni biz ham har xil testlarni qilib ko'rishni davom ettirar edik. Sizlar bilan esa keyingi videoda ko'rishguncha deb qolamiz. Aytgancha kompyuter xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Medium PC ga murojaat qilish esdan chiqmasin. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul, effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik, montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.